Demak, Florentino Perez transfer qilishni istagan 150 million yevroga baholangan va Galacticos darajasidagi futbolchi bo'lishi kutilayotgan transfer Julian Alvares bo'lib chiqdi. Real Madrid yaqindagina o'zining ijtimoiy tarmoqlarda rasmiy bayonot bilan chiqdi. Biz Julian Alvares uchun Atletico Madridga 150 million yevrolik taklif yubordik. Atletico Madrid esa o'zaro hurmat va do'stlik doirasida yuborilgan bu taklifga rahmat dedi, o'z minnatdorchiligini bildirdi va bizning taklifni rad etdi degan bayonotni taqdim etdi. Endi do'stlar, Real Madrid nima uchun o'zining rasmiy bayonotida bu haqida yozdi degan fikr ko'pchilikka kelishi mumkin. Bilasiz, Florentino Perez seshanba kuni o'sha Galacticos darajasidagi futbolchining nomi aniq bo'lishini aytgandi va bu juda ham ko'pchilik Michael Olise bo'lishini aytgandi, hattoki yevropalik jurnalistlar, insayderlar aynan Olisega mana shunday taklif yuborilishini aytgandi. Bavariya bu taklifni yo qabul qilgan, yo rad etgan yoki umuman bu taklif yuborilmagan, lekin haqiqiy taklif Atletico Madrid futbolchisi Julian Alvares, Barselonaning bu yozdagi asosiy nishoni bo'lib turgan Julian Alvaresga yuborilgani aniq bo'lyapti va do'stlar, qaysidir ma'noda Florentino Perez o'zining yangi prezidentlik davrida birinchi tashlagan qadami, endi to'g'ri, Mourinho qaytdi, boshqa futbolchilar transfer qilindi, baribir Barselonaning asosiy maqsadi bo'lgan Julianga og'iz solib ko'rdi. Endi Julianning kelajagi qanday kechadi, bu haqida ko'p gapirdik. Barselona uni xohlayapti olib kelishni, u ham menimcha xohlayotgan bo'lsa kerak, lekin Atletico Madrid Real Madridga rad javobini berdimi? Endi bilasiz do'stlar, Madrid derbisi Madriddagi ikkita eng katta o'sha bir-biriga qarama-qarshilik ko'rsatadigan klublar, haqiqiy raqobatdoshlar. Atletico Madrid tabiiyki Real Madridga o'zining eng katta yulduzini berib yuborishni istamagan. 150 million yevro, hattoki Barselona taklif etgan o'sha birinchi taklifi 100 million yevro edi adashmasam, undan-da ko'proq bo'lgan taklifni rad etgan. Endi bu yoq qanday kechishi juda ham qiziq. Florentino Perez bu pullarni yana qaysi futbolchiga investitsiya qilishi mumkin yoki qaysi futbolchi uchun taklif yuboradi? Albatta o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Jose Mourinho Madridga yetib kelgan va do'stlar